Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga yil avgust 2026 sanasiga tayyorgarlik ko'rish nima uchun juda muhimligini tushuntirib beraman. Bu mavzu deyarli har bir oilaga tegishli. Pensionerlar, byudjet xodimlari, kartadan foydalanadiganlar, bozordan oziq-ovqat oladiganlar, oziq-ovqat qiladiganlar, kommunal to'lov qiladiganlar, kredit to'layotganlar va farzandining o'qishi, davolanishi, kundalik xarajatini rejalashtirayotganlar uchun bu ma'lumotlar juda kerak bo'ladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Yil avgustdan nimalar o'zgarishi mumkin? Pensiyalar bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak? Narxlar nega oldindan harakatlana boshlaydi? Bank kartalari va to'lovlar bo'yicha qanday xavflar bor? Kimlar oldindan hujjatlarni tekshirtirib qo'yish kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirgi qismda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantiruvchi va tushuntiruvchi ma'lumotlar o'z vaqtida yetib borishi kerak. Avval ko'pchilik odamlar pensiya, nafaqa, narxlar yoki bank kartalari bo'yicha o'zgarishlarni rasmiy e'lon chiqqandan keyin bilardi. Masalan, kimdir pensiyasi oshganini faqat karta hisobiga pul tushganda ko'rardi. Kimdir bozordagi narxlar oshganini bir haftadan keyin sezardi. Kimdir bank kartasidagi yangi limit, komissiya yoki SMS xabarnoma narxi faqat yechib olingan puldan keyin bilib qolardi. Ya'ni odamlar ko'pincha reja bilan emas, bo'lib bo'lgan voqeaga qarab harakat qilardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. 2026 yilga kelib ko'plab jarayonlar raqamli tizimlar orqali yuritiladi. Pensiya hisob-kitobi, ish staji, soliq to'lovlari, bank kartalari, mobil ilovalar, kommunal to'lovlar, subsidiya va nafaqa arizalari. Bir tomondan bu qulay, hujjatlarni ko'tarib yurish kamayadi, ma'lumotlar bazadan olinadi. Ikkinchi tomondan esa bitta xato ma'lumot, bitta eski telefon raqami, bitta noto'g'ri kiritilgan pasport ma'lumoti yoki tasdiqlanmagan ish staji odamning puliga, pensiyasiga, to'loviga bevosita ta'sir qilishi mumkin. 1 avgust 2026 atrofidagi o'zgarishlarga tayyorgarlik deganda men faqat bir kunni nazarda tutmayapman. Men butun bir davrni nazarda tutyapman. Iyul oyining oxiri, avgust boshidagi qayta hisob-kitoblar, narxlar kutilmasi, bank tizimidagi yangilanishlar, pensiya va nafaqalar bo'yicha arizalar, oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqish. Chunki har qanday rasmiy o'zgarishdan oldin bozor ham, xizmat ko'rsatuvchilar ham, odamlarning xulqi ham sekin-sekin moslasha boshlaydi. Masalan, agar pensiya yoki nafaqalar oshishi haqida e'lon qilinsa, bu yaxshi xabar. Lekin shu bilan bir vaqt ayrim sotuvchilar narxni oldindan ko'tarishga urinishi mumkin. Agar kommunal to'lovlar yoki ayrim xizmatlar tarifida o'zgarish bo'lsa, oilaning oylik xarajati boshqacha bo'ladi. Agar bank kartalari bo'yicha xavfsizlik talablari kuchaysa, kimdir ilovaga kira olmay qolishi, kimdir eski raqami tufayli tasdiqlash kodini ola olmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pul masalasida eng katta xato bu keyin ko'ramiz deb yurish. Birinchi katta masala pensiyalar. Pensiyalar uchun har qanday o'zgarish juda sezilarli bo'ladi. Chunki ko'p oilalarda pensiya faqat bir kishining emas, butun xonadonning barqaror daromadi hisoblanadi. Pensiya oshsa odamlar dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, nevaralarga yordam, kredit yoki qarz to'lovini qayta rejalashtiradi. Lekin pensiya masalasida ikki narsani aniq ajratib olish kerak. Umumiy oshirish va individual qayta hisoblash. Umumiy oshirish bo'lsa, u odatda belgilangan toifadagi pensionerlarga bir xil tartibda tatbiq etiladi. Masalan, pensiya miqdori foiz asosida indeksatsiya qilinsa, 1 million 200 ming so'm pensiya oladigan odam bilan 2 million so'm oladigan odamning oshgan summasi har xil bo'ladi. Birinchi odamda 10% o'shish 120 ming so'm bo'lsa, ikkinchi odamda 200 ming so'm bo'ladi. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Nega qo'shnimga ko'proq tushdi, menga kamroq tushdi deb o'ylaydi. Sababi bazaviy miqdor boshqacha bo'lishi mumkin. Individual qayta hisoblash esa boshqa masala. Bu ish staji, ish haqi ma'lumotlari, hujjatlarda qolib ketgan yillar, avval hisobga olinmagan davrlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 1990 yillarda korxonada ishlagan, lekin o'sha yillarning ma'lumoti elektron bazada to'liq ko'rinmaydi. U pensiyaga chiqqanida faqat tasdiqlangan davrlar hisobga olingan bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan ma'lumot olib kelsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Bu hamma uchun avtomatik bo'ladi degani emas. Lekin hujjat to'g'ri bo'lsa, odam o'z haqini talab qilishi kerak. Keling, real hayotga yaqin misol qilaman. Toshkent viloyatida yashaydigan 67 yoshli
pensioner oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Uning xarajatlari shunday. Dori darmon 350 ming, oziq ovqatga oilasi bilan qo'shib 900 ming, kommunal to'lovga o'rtacha 250 ming, telefon va transportga 150 ming. Agar pensiyasi 10% ga oshsa, qo'shimcha 150 ming so'm tushadi. Bir qarashda yaxshi. Lekin shu davrda dori narxi 2%, oziq ovqat soati 5%, elektr yoki gaz xarajati mavsumga qarab oshsa, bu 150 ming so'mning katta qismi darhol yutilib ketadi. Demak, pensiya oshishini endi bemalol yashaymiz deb emas. Qaysi xarajatlarim ham oshishi mumkin deb hisoblash kerak. Ikkinchi masala narxlar. Narxlar faqat bitta qaror bilan o'zgarmaydi. Narxga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Yo'qilg'i, logistika, import, valyuta kursi, mavsum, ombor zaxirasi, elektr va gaz xarajatlari, ish haqi, ijara, soliq, talab va taklif. Avgust oyida ayniqsa maktabga tayyorgarlik boshlanadi. Kiyim-kechak, daftar, sumka, oyoq kiyim, o'quv gurollari, repetitorlik, transport xarajatlari oilaviy byudjetga kuchli bosim beradi. Shuning uchun avgust atrofidagi narxlar masalasini faqat non, yog', go'sht bilan cheklab bo'lmaydi. Masalan, 3 farzandli oila avgustda maktab xarajatiga tayyorlanadi. Har bir farzandga o'rtacha forma yoki kiyim uchun 400 ming so'm, sumka va daftar, qalam uchun 2,5 ming so'm, oyoq kiyim uchun 300 ming so'm ketadi deb olaylik. Bir bola uchun 9,5 ming so'm, 3 bola uchun 2 million 9,5 ming so'm. Agar oila iyunda yoki iyul boshida sekin-sekin xarid qilsa, xarajatni bo'lib tashlaydi. Agar hammasini avgust oxirida olsa, narx ham qimmatlashgan bo'lishi mumkin, tanlov ham kamayadi, sifat ham pastroq narsaga majbur bo'lishi mumkin. Men shuning uchun doim maslahat beraman. Mavsumiy xarajatni mavsum kelganda emas, undan oldin rejalashtiring. Uchinchi masala bank kartalari. Bugun deyarli hamma karta ishlatadi. Pensiya kartasi, ish haqi kartasi, stipendiya kartasi, kredit kartasi, onlayn to'lovlar, mobil ilovalar, pul o'tkazmalari. Lekin aynan o'zgarishlar davrida firibgarlar ham faollashadi. Ular odamlarning vahimasidan foydalanadi. Masalan, 1 avgustdan kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz tushishi uchun kodni ayting. Yangi tizimga o'tkazish uchun plastik kartangiz raqamini yuboring. Kompensatsiya olasiz. Mana shu havolaga kiring kabi xabarlar yuborilishi mumkin. Men buni juda qat'iy aytaman. Bank hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi CV kod, mobil ilovaga kirish parolini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib o'zini bank kodimi, pensiya jamg'armasi kodimi, soliq kodimi, mahalla vakili deb tanishtirib kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Ayniqsa pensionerlar, yoshi katta insonlar, texnikani yaxshi tushunmaydiganlar bunday qo'ng'iroqlarga aldanishi mumkin. Oilada farzandlar, nevaralar yoshi kattalarga buni tushuntirib qo'yishi shart. Xavotir olish kerak deganda men vahimaga tushishni nazarda tutmayapman. Men oldindan tekshirishni nazarda tutyapman. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Agar siz 2026 yoki 2027 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ish staji, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, pasportdagi o'zgarishlar. Familiya almashgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni oldindan tartibga keltiring. Chunki pensiya tayinlash paytida hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Ikkinchi toifa hozir pensiya yoki nafaqa olayotganlar. Ular bank kartasining amal qilish muddatini, telefon raqami o'z nomida ekanini, mobil ilovaga kirish imkoniyatini, pasport ma'lumotlari yangilanganini tekshirish kerak. Masalan, karta muddati avgustda tugasa, pensiya tushadigan kun muammo bo'lishi mumkin. Yoki sim karta boshqa odam nomida bo'lsa, ilovada tasdiqlash, bankdagi identifikatsiya, onlayn xizmatlardan foydalanishda muammo tug'iladi. Uchinchi toifa kredit yoki muddatli to'lov qilayotganlar. Narxlar oshishi yoki daromadlar vaqtincha kechikishi kredit intizomiga ta'sir qiladi. Agar odamning oylik daromadi 1 million so'm bo'lsa, kredit to'lovi 1 million 500 ming bo'lsa, kommunal, oziq-ovqat va transportdan keyin juda kam zaxira qoladi. Bunday odam avgustdagi qo'shimcha maktab xarajatini, dori xarajatini yoki kartadagi komissiyalarni hisoblamasa, kechikish yuzaga keladi. Kechikish esa jarima, penya kredit tarixining yomonlashishi degani. Vahimaga tushmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, rasmiy ilovalar va xabarlardan foydalansangiz, har bir eshitgan gapga ishonmasangiz, unda qo'rqishga asos yo'q. O'zgarishlar bo'lsa ham siz ularga tayyor bo'lasiz. Eng katta muammo o'zgarishning o'zi emas, odamning undan bexabar qolishidir. Birinchi nozik jihat
e'lon qilingan o'sha ish bilan qo'lga tegadigan pul bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensiya oshdi degan xabar chiqsa, odam o'zicha hisoblab oladi. Lekin kartaga tushgan summa biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Sabablari har xil: qarzdorlik ushlovi, aliment yoki ijro hujjatlari, bankdagi avtomatik yechim, avvalgi davr bo'yicha qayta hisob-kitob, karta xizmatlari, kredit bo'yicha avtomatik to'lov. Shuning uchun karta hisobingizdan ko'chirma oling. Pul qayerga ketganini ko'ring. Faqat kam tushdi deb xulosa qilmang. Avval sababini aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Narx oshishi har doim bir xil ko'rinmaydi. Ba'zan mahsulot narxi o'zgarmaydi, lekin vazni kamayadi. Masalan, avval 1 kilogramm deb olgan mahsulotingiz endi 900 gram qadoqda chiqadi. Narxi esa o'sha. Yoki yo'q, shakar, choy, kir yuvish kukuni qadoqlari kichrayadi. Bu ham real narx oshishining bir shakli. Men tomoshabinlarga maslahat beraman. Faqat narx yo'rlig'iga emas, vazn va hajmga ham qarang. 1 kilogramm narxini 1 litr narxini solishtiring. Uchinchi nozik jihat. Chegirma va aksiyalar davrida ehtiyot bo'lish. O'zgarishlar oldidan do'konlar katta chegirma. Faqat bugun narxlar oshishidan oldin oling deb odamlarni shoshiradi. Ba'zi chegirmalar haqiqatan foydali bo'ladi, lekin ba'zilari psixologik usul. Masalan, mahsulot narxi oldin 1 mingdan 1,5 mingga ko'tariladi, keyin 1,5 mingga chegirma deb yoziladi. Odam esa yutdim deb o'ylaydi. Shuning uchun kerakli mahsulotlar ro'yxatini tuzing, avvalgi narxlarni yozib boring. Faqat zarur narsani oling. 4-nozik jihat. Karta orqali to'lovda komissiya va limitlar. Ayrim xizmatlarda karta orqali to'lov bepul bo'lishi mumkin, ayrimlarda komissiya bor. Pul o'tkazishda bankdan bankka farq qiladi. Katta summa o'tkazganda limitga tushib qolish mumkin. Agar siz 1 avgust atrofida uy uchun oldindan to'lov, o'qish kontrakti, davolanish, qurilish materiali yoki biznes xaridi qilmoqchi bo'lsangiz, kartangizdagi kunlik va oylik limitni oldindan biling. Aks holda eng kerak paytda to'lov o'tmay qoladi. 5-nozik jihat. Rasmiy va norasmiy xabarlarni ajratish. Telegram kanallar, tanish-bilish gaplari, bozordagi mish-mishlar ba'zan odamni noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Masalan, hamma narsa 2 barobar qimmatlaydi degan gap chiqsa, odam qarz olib bo'lsa, ham mahsulot yig'adi. Natijada bozorda talab oshadi. Narx haqiqatdan ham ko'tariladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, gap asossiz bo'lgan. Men ekspert sifatida tavsiya qilaman. Har qanday muhim xabarni rasmiy manbalardan tekshiring. Hukumat portallari, Markaziy bankning rasmiy sayti, pensiya jamg'armasi, soliq organlari, kommunal tashkilotlarning rasmiy sayfalari orqali aniqlashtiring. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oilaviy byudjetni yozib chiqing. Bir varaq oling yoki telefoningizdagi oddiy eslatmaga yozing. Oylik daromadlar, ish haqi, pensiya, nafaqa, ijara daromadi, qo'shimcha ish, farzandlardan yordam, keyin majburiy xarajatlar, oziq-ovqat, kommunal to'lov, dori, kredit, transport, telefon, internet, maktab yoki bog'cha ijara. Shundan keyin qaysi xarajatni kamaytirish mumkinligini ko'rasiz. Hisob qilinmagan pul doim yo'qoladi. Yozilgan pul esa nazoratga olinadi. Ikkinchi qadam. Pensiya va nafaqa oluvchilar hujjatlarini tekshirsin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, agar kerak bo'lsa, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlari tartibda bo'lsin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjatlari saqlangan bo'lsin. Agar ish stajida bo'shliq bor deb o'ylasangiz, avval ishlagan korxonangiz yoki arxiv orqali ma'lumot so'rang. Ariza yozganda aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni ko'rsating. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta amal qilish muddati qachongacha? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi? Mobil ilovaga kira olasizmi? PIN kodni eslaysizmi? Agar kartangiz yo'qolsa yoki shubhali operatsiya bo'lsa, bankning rasmiy telefon raqamini bilasizmi? Men tavsiya qilaman. Bank raqamini internetdagi reklama havolasidan emas, kartangiz orqasidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Firibgarlar ko'pincha bankka o'xshash soxta sahifalar ochadi. 4-qadam. Yoshi katta ota-onangizga alohida tushuntiring. Ularga ayting, hech kimga SMS kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Kompensatsiya, pensiya oshishi, kartani yangilash degan havolalarga bosilmaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilsa, darhol farzandiga aytsin. Eng yaxshi usul. Ota-onangiz telefoniga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lsa, sizga xabar beradigan tartib yarating. Ularning bank ilovasiga begona odam yordamida kirilmasin. 5-qadam. Zarur mahsulotlar zaxirasini oqilona qiling.
men hamma narsani yig'ib oling demayman. Bu noto'g'ri, lekin bir oyda baribir ishlatadigan mahsulotlaringiz bo'lsa, masalan, guruch, yog', un, choy, sovun, kir yuvish vositasi, dori-darmon. Ularni narx qulay paytda biroz oldindan olish mumkin. Faqat yaroqlilik muddatiga qarang. Tez buziladigan mahsulotni ko'p olmang. Qarzga kirib zaxira qilish ham xavfli. 6-qadam, kredit va qarzlaringizni qayta ko'rib chiqing. Agar avgustda katta xarajat bo'lishini bilsangiz, iyuldan boshlab keraksiz xarajatlarni kamaytiring. Kredit to'lovi kechikmasin. Agar haqiqatan to'lay olmasangiz, bank oldidan murojaat qiling. Kechikib telefonni ko'tarmay yurish eng yomon yo'l. Bank bilan rasmiy gaplashish, qayta tuzish imkoniyatlarini so'rash, muddat bo'yicha maslahat olish yaxshiroq. 7-qadam, barcha kvitansiya va cheklarni saqlang. Kommunal to'lov. Kredit to'lovi, bank operatsiyasi, pensiya yoki nafaqa bo'yicha ariza, do'kondan katta xarid, dori xaridi hammasining chekini saqlash foydali. Agar keyin nizo chiqsa, men to'laganman degan gapning o'zi yetmaydi, dalil kerak bo'ladi. Elektron chek bo'lsa, screenshot qiling yoki PDF qilib saqlang. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har kuni mish-mish o'qib asabiylashish shart emas. Lekin haftada 1-2 marta rasmiy yangiliklarni ko'rib boring. Agar pensiya, tarif, bank qoidasi, karta xavfsizligi yoki narxlar bo'yicha muhim qaror bo'lsa, rasmiy matnni o'qing yoki ishonchli mutaxassislar sharhini tinglang. Muhim qaror bilan mish-mishni ajrating. Azizlar, 1 avgust 2026 sanasiga tayyorgarlik deganda men sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim sizni kuchliroq, xabardorroq va himoyalanganroq qilish. Pensiya oshishi bo'lsa, uni to'g'ri hisoblash kerak. Narxlar o'zgarishi bo'lsa, oilaviy byudjetni oldindan rejalashtirish kerak. Bank kartalari bo'yicha yangiliklar yoki firibgarliklar bo'lsa, kod va parollarni asrash kerak. Hujjatlarda muammo bo'lsa, uni pul kerak bo'lgan kuni emas, hozirdan hal qilish kerak. Bugun uyga borgach yoki videoni tugatgach, 3 ta ishni qiling. Byudjetingizni yozing. Kartangiz va telefon raqamingizni tekshiring. Ota-onangiz yoki yaqinlaringizga firibgarlar haqida tushuntiring. Shu 3 qadamning o'zi ko'p muammoning oldini oladi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. 1 avgust 2026 bo'yicha sizni eng ko'p nima xavotirga solyapti? Pensiyami, narxlarmi, bank kartalarmi yoki kreditlarmi? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta odamga emas, butun oilaga yordam berishi mumkin.